degan saharda gullarimning suyini amlashtirg'ach, shunda o'ylab qoldim. Turmush liqqida hikoyaga to'lgan bir savatga o'xshaydi ekan. Uni ko'tarib, gulga to'ldirib, xushbiroq taqib menayotgan kishilar uchun u mangu bir go'zal bog'cha ekan. Turmushni texmi beyitib, xuddi mush go'zal bog'cha turganda yashash uchun insonda sabr, qanoat bo'lish kerak ekan deb o'ylab qoldim. Shunda o'ylab tursam, uyimdagi omoq mushkun putlarimni tishlab, gullarni o'ynag'ach diqqatimni chechishga boshladi. Güllarimni retlab joyiga qo'yay deb opasam o'yni shundoq muzlik bo'lib ketibdi. Qarasam, Asmaraning yangidan bozorga silingan Asmara mahbeti. Machin yo'q aktor shunchalik purab ketdi-da, og'zi to'liq etilmay qolib degan o'yning ichini bir opto demaysizlar. Nim degan muzlik, nim degan xushbiroq, ayol kishi bo'lsangizlar bir chuqur siltib beqinglar. Alohida tavsiya qilaman. Shuning bilan o'ylarimni tizlab sirtga qarasam, Urumchida bugun oppoq qor yog'ib ketibdi-da. Bu go'zal qor manzarasidan huzurlanmasak bo'lmas, deb sirtga chiqib oldik do'stlar. Va'dimiz bo'yicha inim Yusufjon ayoli ishga oila kishilar tushdi bil tamoq yegan. Og'zimiz gap yo'q, bir-birimiz bilan ko'rishib, gap bilan bo'lib ketib, suratga tortishni unutib qolibdim. Güzel didarlashishdan keyin uyga kelsak, bir dalay foydalilar yig'ilib ketibdi. Qarsam, Bilambar markasdagi qon to'liqlashishni olgandim, shu gapdi. Faqatla uyqum yaxshi emas, qo'lim ismasi bo'lib qolganda shuning bilan qoldim. To'liqlab baqsam yaxshi bo'larmi deb mush marketdan bek yaxshi deb anglab, mushuni zakaz qilgan do'stlar. Qani men bir ichib ko'ray, Navoda yaxshilanish bo'lib qolsa sizlarga barlash qilaman-jimi. Undan keyin texma hadam ko'rildim nashib satgan. Bumi gapdi. Bugun nim degan molosullik kun bo'lib ketdi deyman. Bo'pti, kelgan rizqlarga ko'p minnatdorligimni bildiribman. Ishni davomlashtirib ketdim. Bu qitimliq aram elishlarimni oxirlashibdi. Bu 13 kun nim degan tez o'tgan deyman. Shuning bilan safarning tayyorliklarini qilay deb, yangidan bozorga silingan o'zim obraz vakili bo'lgan Asmaraning chash yurishligi bilan chashlarimni yuvib safarning tayyorliklarini boshlab ketdim-da. Shu nurg'un do'stlarimiz ishlatdi. Siz o'zingiz obraz vakili bo'lgan mahsulotlarni ishlatasiz deb. Albatta, men ko'rib turganlaridek o'zim obraz vakili bo'lgan har qanday mahsulotlarning hammasini ishlataman. Ishlatish orqali suftining nerdan nega chiqqanligini bilib turman deyman. Iste'molchilarga vakolatan jendu qilaman. Qanday qilam deganman? Do'stlar, Asmaraning har qanday mahsulotlari bekla esil chiqibdi deyman. Bir-birdan payzi, men chash yurishligini ishlatib, shundoq bek rahatlanib ketdim. Yuz suyuqligimi shunchalik bek payzgan, terini shunchalik pok tozlaydigan. Odatda bir odatga chash yuz suyuqliklari yuz terimizni tortishtirib qo'ydik-ku. Bunda ahvol faqat yuz bermadi. Dangliq yuz suyuqligidimi esil chiqib ketdi. Bir shilib ko'rib beqinglar. Alohida tavsiya qilaman. Shuning bilan ikkinchi kuni saharda go'zal Oqsuvdagi xizmat o'rnimga qaytish uchun safarga otlandim, do'stlar. Uyyu, mau Asmaraning yangidan bozorga silingan to'lgan kalpuk. Mau Shinjibansiya shunchalik payz chiqibdi. Bugun ishlatganim 1-nomerlik Asmaraning choyosiya bek go'zal bo'lib ketdi-mu qandaq. Shuning bilan chashlarim nimdaydi, Asmaraning chash yurishligida ishlatib chechim bir quchoq bo'libdi-ku, chashlarim ko'pib, beshimga patmayli qolibdi deyman. Tugib to'qitlar ya. Chash chiq bo'lsa asli dadi, yo'q bo'lsa asli. Shundaqmi do'stlar? Chiq do'stlarimiz so'raydi, hada chechingizni qanday asrash qilsangiz deb. Oldingi vloglarimda sizlarga barlash qilgan. Oldi bilan yaxshi bo'lgan sifatli chash yuvish mahsulotlarini to'g'ri tanlanglar do'stlar. Uningdan keyin to'g'ri bo'lgan chash yuvish usulini qo'llaninglar. Har qancha yaxshi chash yuvish mahsulotlarini ishlasanglarmi, to'g'ri bo'lgan chash yuvish usulini ishlatmasanglar, yana baribir faqat yaxshi bo'lgan chash sifatiga erishmay qolgansizlar. Har ikkilisi bekli mo'yim. Qandaqli chash yurishlik ishlating, oldi bilan sutini yaxshi tanlang, uningdan keyin to'g'ri bo'lgan chash yuvish usuliga diqqat qiling. Navoda qanday yuvimiz deganlar bo'lsa, oldingi vloglarimni qarab boqsanglar bo'ldi. To'g'ri yuvish usullarini sizlarga ham barlash qilgan. Shu to'g'ri bo'lgan chash yuvish usulidan foydalansanglar, chechanlar hozir yaxshilanish qarab ma'lumga chashlaringlarni chiqishga boshlaydigan do'stlar. Shunday qilib, go'zal Urumchik ko'zim qiymay, Urumchigimi emas, uydagilarimga ko'zim qiymay safarga otlangan bo'ldim. Men va uydagilarim bu 2 yil bak g'ayrat qildik do'stlar. Yana bir oy g'ayrat qilib olsak, g'albalik 2 yil xizmatni tamomlab, safar quchib qaytib kelaman. Shu go'zal kunlarga yetishimiz bo'lsin. Mening bir mijozim har bir ishning yaxshi bo'lganiga cheksiz ishonaman do'stlar. Yaxshi ish bo'lsin, biz vaqtincha o'ylab olgan yomon ish bo'lsin, har qanday yuz bergan ishlarning hammasining yaxshi va yomon tarafi bo'ladi ekan. Biz vaqtincha o'ylab olgan yaxshi ishlarning yomon tarafi bo'lgandek, biz vaqtincha o'ylab olgan yomon ishlarningmi keyin biz o'ylab baxmagan yaxshi tarafi bo'ladi ekan. Men cheksiz ishonamanki, bu hozir topgan jaboliq kunlarimningmi men hozir o'ylab bo'lmayotgan, men ko'rib his qilib bo'lmayotgan nurg'un yaxshi taraflar bo'ladi deb o'ylayman. Ham har qanday ishlarimning oxirida yaxshi bo'lganiga cheksiz ishonaman. Chunki umid insonning ikkinchi yurgan emasmi? Shundaqmi do'stlar? Undaq bo'lsa bo'ladi. Men bu xizmat o'rnimga qaytib kelib oldim. Kelar qatimliq vlogimiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.